Alloh azza va jalla faqatgina kuzatib turmaydi. Bandani qilgan ishini kuzatib turib, keyin mukofot ham beradi, jazo ham beradi. Sulton, mansabdor odam, podshoh ishingizni kuzatib turadi. Odam qo'yib qo'ygan kuzatib turdi. Xatolaringizni, qonunni buzayotganligingizni yozib, chizib, papkaga joylab degandek to'plab turadi. U bitta ish, endi keyin jazolaydi ham. Alloh taolo bandani kuzatib, uni qilgan ishi uchun jazolanmoqchi bo'lganida, uni jazosidan, uni iqobidan hech kim qochib qutula olmaydi. Astagfirullah. Inna robbaka labil mirsod. Shak shubhasiz Parvardigoringiz barcha narsani kuzatib turguvchidir. Kuzatib ham turadi, keyin jazolaydi ham. Od qavmini Alloh taolo kuzatdi, keyin nima bo'ldi? Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi'ad. Ey Muhammad alayhisalom, Parvardigoringiz Od qabilasini qanday halokatga duchor qilganini ko'rmadingizmi? Uyingizga 5-kursda o'qiydigan o'rtog'ingiz, do'stingiz, student mehmon bo'lib keldi. Tasavvur qiling. Peshqadam talabalardan u bilan o'tirib gaplashib, suhbatlashib o'tiruvdingiz. Uni orqasidan mana shu student o'qiydigan universitetni professori kirib keldi. Yoki ana shu jamiyaning rektori kirib keldi. Olim odam, jamiyatda martabasi baland, hurmati baland. Haligi studentni qo'yib, professor bilan, rektor bilan ovora bo'lib ketasiz. Salomlashasiz, tabassum qilasiz, choy quyib uzatasiz. Xullas, diqqat e'tiboringiz mana shu rektorga qarab qoladi. U rektorda kelganligi uyingizga kelgan student o'rtog'ingizni esdan chiqargizib qo'ydi. Keyingi kelgan odam avvalgi kelgan odammi? Keyingi kelgan mehmon avvalgisini unuttirib qo'ydi. Ya'ni bitta narsa ikkinchi narsani unuttirib qo'ydi. Bir narsa boshqa narsani unuttirib qo'ydi. Shuning uchun siz musulmon sifatida tijoratingiz, do'koningiz, ulpatingiz, kayf safoingiz, xullas qaysidir narsalaringiz sizni Alloh kuzatib turganligidan unuttirib qo'ygan bo'lsa, bu siz uchun xatarli holat. Qaytaramiz. Tijoratingiz, ulpatlaringiz, kayf safoingiz, huzur halovatingiz, hobbilaringiz Alloh sizni kuzatib turganligini esdan chiqargizib qo'ydimi? Bu juda ham xatarli holat. Haqiqiy muroqabaning belgisi. Sen uchun ulug', muhim bo'lgan har qanday narsa Alloh seni kuzatib turganini esingdan chiqarib yubormasligi sening muroqabangni haqiqiy ekaniga dalil bo'ladi. Namozni har qanday holatda o'qiysan. Ro'zani har qanaqa sharoitda tutasan. Kunlik zikrlaring bor, seni hech narsa undan chalg'itmaydi. Tushunarlika, har qanday muhim ish sizni unuttirib qo'ymayaptimi? Alloh meni ko'rib turibdi degan shuuringizni yo'q qilib qo'ymayaptimi? Demak, sizni muroqabangiz haqiqiy muroqaba ekan. Shuning uchun ham Allohning ahllari, Allohga yaqin bo'lib qolgan bandalar, sodiq mu'minlarning zehnlaridan Alloh bizni kuzatib turibdi degan shuur hech qachon ko'tarilmaydi. Allohning ulug'lashlari ularning qalblarini boshqa narsalar bilan ovora bo'lishdan to'sib turadi. Agar qalb chinakamiga Allohni ulug'lash bilan band bo'lsa, uning bu bandligi uni boshqa narsalarga parvo qilmaslikka yetaklaydi. Endi agar bir banda Alloh meni kuzatib turibdi degan muroqaba shuuri haqiqiy bo'ladigan bo'lsa, boshqa narsalarga parvo qilmaydi. Anchadan beri bir katta muammoingizni hal qila olmay turibsiz, katta muammo bor. U muammoni hal qilmasangiz, katta mablag'ga kuyib ketasiz. Endi ro'parangizda ana shu muammoingizni hal qilishi mumkin bo'lgan o'tiribdi. Martabasi, mansabi, hurmati baland bo'lgan odam. Uni oldida o'tirar ekansiz, qanaqa o'tirasiz? Odob bilan o'tirasiz, axloqingizni go'zal qilasiz, ortiqcha gapirmaysiz, tasbihingizni tiqir-tiqir qilib o'tirmaysiz, achchig'ini keltirib qo'ymay. Mendan xafa bo'lib qolmasin. Nima uchun bunchalar e'tiboringa? Chunki bu odam sizning muammoingizni hal qilib berishlikka nimasi bor? Imkoni bor-da. Sizga foydasi tegishi mumkin. Uni kimligini bildik,
bizga qanaqa foyda keltirishi mumkinligini bilganimizdan keyin uni ko'nglini ovlashga shu darajada bir kirishamizki, boshqa hech narsa ko'zimizga ko'rinmaydi. Demak, muroqaba manzilatiga yetgan odamni biron narsa ibodatidan chalg'ita olmaydi. Hali aeroportda qarasanglar, gazetani savolib yoki kurtkasini tashlab olib namoz o'qiyotgan odamni ko'rasiz. Yomon maza qilasiz-da. Pasadga e'lon qildi. O'tiribdi, Pasad ishini dirjit etib o'tkazyapti samolyotga. U nima qiladi? Shunday masalan kurtkasini tashlaydi, namoz o'qiydi. Demak, uni qalbida muroqaba hissi bor. U muroqaba manzilatiga yetgan. Namozni har qanaqa holatda o'qiydi. Demak, muroqabaning lavozimlaridan Allohni ulug'lashlik bilan band bo'lib, boshqa narsalarga parvo qilmaslik. Mana shu muroqabaning lavozimlarining birinchisi, ikkinchi lavozimi Alloh tarafiga qarab yurish va ana shu sayrda davomiy bo'lish. Munofiqni ko'rmaysizmi? Katta gunohni qilib qo'yib, ustiga pasha qo'nganchalik ham bir xavotir olmaydi. Endi mo'minchi? Mo'min pashadek kichkina qilib qo'ygan gunohini shuni kasofati boshimga kelib uram ekan deb qo'rqib turadi. O'lchov. Nozik o'lchov. Mana shu o'lchovga solib keraklik o'zimizni. Allohning nazdidagi martabang yuksalgani sari, Allohning nazdida martabang yuksalgani sari qilgan kichkinagina gunohing ham ko'zingga tog' deb bo'lib ko'rinadi. Allohning nazdida qadring pasaygani sari qilgan katta tog'dek gunohing ham ko'zingga arzimas bo'lib ko'rinadi. Nima bo'pti deydi? Nima tavba qilyapti deydi. Mana endi shundan bilavering, sizni Alloh qadrlayaptimi, qadrlamayaptimi? Kichkina qilib qo'ygan gunohingiz bezovta qilyaptimi? Katta qilib qo'ygan gunohingiz sizga umuman bir ta'siri bo'lmayaptimi? Shundan bilavering. Qilgan gunohingizdan qanaqa ta'sirlanyapsiz? Mana shu haqiqiy o'lchov bo'ladi. Fosiq odam katta gunoh bo'lgan bir so'zni aytadi-da, xotirjam qilaveradi. Hech narsa bo'lmagandek. Endi mo'minchi? Shunga o'xshagan so'z tilidan chiqib ketsa, jahl ustida, bilmasdan, achchiqdan aytib olsa, istirobga tushadi, siqiladi, o'ylanadi, pushaymon yeydi. Xuddi osmondan qulagan odamdek o'zini his qiladi. Yana qaytaramiz. Qadrimiz ko'tarilgani sari Allohga kichkina gunoh ham bizni bezovta qiladigan bo'lib qoladi. Allohning nazdida qadrimiz tushgani sari katta gunohni qilib qo'yib ham spokойно turaveramiz. Alloh seni to'g'ri yo'lda ekaningni kuzatib turganini his qilishing. Alloh sen bilan birga ekanini bilishing qalbingda shunday bir ulkan quvonchni paydo qiladiki, dunyoning hech bir boshqa ishida bunday xursandchilik topilmaydi. Yana bir marta o'qib beraman. Alloh seni to'g'ri yo'lda ekanligingni kuzatib turganini his qilishing, Alloh sen bilan birga ekanligini bilishing qalbingda shunday bir ulkan quvonchni paydo qiladiki, dunyoning boshqa hech bir ishida bunday xursandchilik topilmaydi. Dunyoni hammasini qo'lga kiritgan odamlardan so'ra. Eng hashamatli maskanda yashaydi. Eng shirin lazzatli taomlarni yeydi. Tabiatda eng go'zal manzaralarda turadi. Ko'ngli istagan narsani qilgan. Dunyoni hamma kengchiligiga erishadi. Dunyoni maishatiga ko'milib yashagan odamlar agar ular Allohni tanishganida, Allohga yaqin bo'lishlikni halovatini totib ko'rishganida aytishardiki, Allohga qasam, dunyoni shuncha lazzati va huzur halovati Allohga iqbol qilishning bir lahzasiga ham teng bo'la olmaydi deyishgan bo'lar edi. Biz nimaga dunyomizni zo'r deyapmiz? Mashinam yangi, uyim chiroyli, xotinim chiroyli, o'g'lim bor, qizim bor, hayotim zo'r, shikar deb nimaga bunaqa deyapmiz? Chunki jannat ko'rmadingda hali. Jannatga kirganimizdan keyin bu dunyo hech narsa emasligini ko'rib qolamiz. Endi dunyoda turib ham hamma kayf safo huzur halovatda yashayotgan odam Allohni tanimay yashayotgan bo'lsa va unga Allohga yaqin bo'lish, Allohni tanishlik degan narsani tottirib qo'ysangiz, mana narsaga parvo qilmay qo'yadi. Ma'qulmi?
O'shuning uchun o'zini osib o'ldiryapti-da g'arbdagilar. Suitsidning eng kattasi o'sha g'arbda. Amerikada, Yevropada, o'sha Shvetsiya, Skandinaviya o'lkalarida. Bo'lmasam, mana shu dunyoviy hayoti, maishati zo'r. Nimaga o'zini osib o'ldiryapti? Nimaga hayotdan to'ygan? Chunki bu dunyo matohi har qancha ko'p bo'lsin, har qancha zo'r bo'lsin, malollantiradi, zeriktiradi. Dunyoning hech qaysi matohi senga doimiy saodat shuurini bermaydi. Qaytaramiz. Dunyoning hech qaysi matohi, go'zalligi doimiy qalbingizda xotirjamlikni, saodatni bermaydi. Mashina olgan kuningiz qanaqa xursand bo'lgansiz? Bu nevajna qanaqaligi, zato o'zingizniki, endi o'zingizda mashinangiz bor. Rosa xursand bo'lgansiz. Uy oldingiz, uyingiz yo'q edi. Bu juda katta narsa erkak kishi uchun, o'g'il bolaga. O'zimni uyim endi deysiz, choldi bordir, tomiq eshig'idir, zato o'zingiz uyingiz. Rosa xursand bo'lasiz. Qancha? Aytingchi, dunyoni qaysi matohi sizni doim qalbingizga mana shu xursandchilik, saodat, baxt shuurini beradi? Hech qaysisi. Ana shu biz aytayotgan dunyoni hamma xayriyatiga ega bo'lgan odamlar Allohni tanimasdan, Allohga yaqin bo'lishligini mazasini bir marta totib ko'rishsa, nima deyishar edi? Allohga qasam, dunyoni ichidagi shuncha lazzati, huzur, halovati Allohga yaqin bo'lishni bir sekundiga ham teng bo'lmas ekan deyishardi. Agar mo'min, chinakam mo'min, Allohga yaqin bo'lgan, iymonda halovatini totib ko'rgan mo'min aytsa, yer yuzida mendan ko'ra baxtliroq odam yo'q desa, qasam ichsa, qasamida adashmagan bo'ladi. Bundan ko'ra baxtliroq odam bor, agar u odam bundan ham taqvoliroq bo'lsa. Yer yuzida agar u mendan taqvoliroq bo'lmasa, mendan ko'ra baxtliroq odam yo'q deb qasam ichsa, qasamida adashmagan bo'ladi. Birodarlar, dunyodagi eng go'zal narsalarga erishgan odam, eng afzal narsalarni qo'lga kiritgan inson, ko'ngli istagan narsaga qo'li yetadigan odam, agar Allohni tanimagan bo'lsa, Allohga yaqin bo'lishligini, halovatini totib ko'rmagan bo'lsa, bu banda hech narsani totib ko'rmabdi. Nima uchun? Bu dunyoning go'zal narsalari. Ularga Alloh taolo go'zallikdan bir nasiba bergan. Ana shu nasiba tufayli ular go'zal. Bitta ulush, bir qismi go'zallikni. Endi go'zallikni asli bo'lgan Alloh taoloni o'zini tanisangizchi. Go'zallikni asli kim? Al-Jamil bo'lgan Robbimiz. Ey, ukalar, yoshlar, o'ylamanglar. Agar men Allohni tanisam, Allohni topib, unga yaqin bo'lsam, bu dunyoni xayriyatlardan mahrum bo'lib qolaman ekan. O'ylamanglar. Agar Allohni topsangiz, unga yaqin bo'lishlikni huzurini qanaqa ekanligini bilib totib ko'rsangiz, bu dunyoning matohi siz uchun hech narsa bo'lmay qoladi. Faqat Alloh deb yashaysiz, o'shunda siz intilib yetib topa olmayotgan dunyoni matohini Alloh oyog'ingiz tagiga sochib qo'yadi. Bu Allohning va'dasi. Kim hamma g'amini bitta g'amga almashtirib olsa, dedilar Rasululloh, Allohni rozi qilish g'amiga, qolgan g'amlarga Alloh kifoya qiladi deydi. Kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, dedilar Rasululloh, Alloh unga tark qilgandan yaxshirog'ini beradi dedilar. Shuning uchun ukalar, o'ylamanglar, Allohni tanisam, taqvoga yursam, Allohga yaqin bo'lsam, dunyoni matohidan mahrum bo'lib qolaman deb o'ylamanglar. Bizi ko'zimizga bu dunyo chiroyli ko'rinyapti. Bu dunyoni matohi ko'zimizga chiroyli, ajib ko'rinyapti. Sababi Allohga yaqin bo'lishlikni nimaligini bilmaymiz-da biz. Biz jannatni ko'rmagan, unga kirmaganligimiz uchun dunyodagi hayotimizni zo'r deb o'ylayapmiz. Onaning qonidagi bola agar aql bersa chiqmaydi. Nima qilaman deydi. Issiq joy, yumshoq joy. Oziqam kelib turibdi kindigimdan. Hech qanaqa ham tashvishim yo'q. Nima qilaman chiqib deydi. Chiqishlikni xohlamaydi, lekin majbur chiqarishadi. O'ldim deb chiqsa, u ichidagi ikkita narsadan ko'ra ko'proq narsa bor ekan. Toza havo, kenglik, yorug'lik, yeydigan narsa ming xil. Zo'r ekan bu yoq deydi.
Xuddi shunga o'xshagandek dunyoda yashayotganida qabrga kir desa kirmaydi yana. Chunki hayotim zo'r deb o'ylaydi. Lekin majbur kirgizishadi qabrga yana undan so'ramasdan. Kirgandan keyin Alloh taolo mu'minga jannatdagi joyini ko'rsatib qo'yadi. Ana shu qabrini lahadini o'ng tomonidan darcha ochib qo'yiladi. Mana seni boradigan jannating deydi. Deganda Parvardigor qiyomatni tezroq qoyim qilgin deydi. Jannatni ko'rmagan, unga kirmagan odam bolasi mana shu dunyo uyini, dunyodagi uyini, mashinasini nima deb o'ylaydi? Eng zo'r narsa deb o'ylaydi. Ammo jannatga kirgandan keyin, jannatni ko'zi bilan ko'rib, ne'matlarni totib ko'rgandan keyin dunyo hayot haqida fikr o'zgaradimi? Ba'zan Alloh taolo dengizga o'zining Al-Jamil ismi bilan namoyon bo'ladi. Dengizga tajalli qiladi. Dengizda o'zini go'zalligini namoyon qiladi. Ana shu paytda dengizni ko'rsangiz aytasiz. Kecha tunni dengizda sohilda o'tkazdim. Bu kechani hech ham unutmayman deydi. Nimaga? Osmonda to'lin oy, yoqimli to'lqinlar, mayin shamol, suvda suzasan, xushnudligini his qilasan. Suv tip-tiniq. Dengizni tubini ko'rish mumkin. Bu Allohning Al-Jamil ismi bilan dengizga namoyon bo'lishi. Endi Alloh taolo mana shu dengizga o'zining Al-Jabbar ismi bilan namoyon bo'lsa-chi, qo'rquvdan qalbimiz yorilib ketadi. Kunlar bor. U kunlarda Alloh taoloning Al-Jamil ismi namoyon bo'ladi. Qarang, birga kirgan yosh bolani yuziga qarang-da. Go'zallik, tiniqlik, beg'uborlik, musaffolik. Yer yuzida bundan ko'ra go'zalroq yuz yo'q. Allohning Al-Jamil ismi namoyon bo'ldi. Yana shunday kunlar bor. Alloh taoloning Al-Jabbar ismi namoyon bo'ladi u kunlarda. Bo'ronlar, vulqonlar, tsunamilar, zilzilalar. Xabarlarda aytiladiki, kecha tunda bo'lgan zilzila oqibatida 40 mingta odam uylarni tagida qolib ketdi vayronada. Tsunami natijasida butun bir shahar suv tagida qolib ketdi. Alloh taoloning Al-Jabbar ismi namoyon bo'ldi. Kunlar bor. U kunlarda Alloh taoloning Al-Latif ismi namoyon bo'ladi. Yangi shofir bola chaqasi bilan toqqa chiqqan, tushib o'ynashdi, o'tirdi, hali motorini yoqmasdan turib, rushni tormozni tushirib yubordi. Rol burilib qolgan bir tomonga, qatib qolgan. Mashina jalliga qarab ketdi. Yumaladi, to'ntarildi, ontarildi, har tomonga urildi, dabdalasi chiqib ketdi. Buni ko'rgan odam u mashinaning ichida bironta odam tirik qolmadi deb o'ylaydi. Lekin Al-Latif bo'lgan Alloh o'zini ismini namoyon qiladi o'sha holatda. Hammasi tirik chiqadi. U yer shilingan, lekin Alloh saqladi. Allohning Al-Latif ismi namoyon bo'lishi yana bitta misol, yosh bolaning tishini tushib ketishini oling. Vaqt soati yetganda bola sezmaydi. Nerv tomirlari uziladi. Bola ovqat yeyotgan paytda og'zida bir narsa paydo bo'lib qoladi, qarasa tish tushib ketibdi. Al-Latif ismi namoyon bo'ldi. Muloyimlik bilan olib qo'ydi Alloh taolo. Endi eng zo'r mohir stomatolog, tish doktori uni tishini olib tashlamoqchi bo'lsa, shunaqa bo'ladimi? Eng kamida ukolni sayganda jon achishadi. Demak, Alloh taoloning Al-Latif ismi namoyon bo'ldi. Og'irligi 100 ming tonnalik kemalarni suv ko'tarib turadi. Mushtdek tosh tashlasa shopitib cho'kib ketadi. 50-100 tonnalik samolyotlarni havo ko'taradi. Havo ko'taradi shu samolyotni, lekin shu havoning ichida yurar ekanmiz, bizga og'iri yo'q. Alloh taoloning Al-Latif ismi namoyon bo'ladi. Muroqabaning samaralari, agar sen birodar muroqabada ekaningni, Alloh seni kuzatib turganini his qilsang, uning amrida mustaqim bo'lasan, mahluqotlarga faqat yaxshilik qilasan va uning o'ziga iqbol qilasan. Shunda sen dunyoning hech bir narsasidan topa olmaydigan lazzatni topasan. Avval olib maza qilgan bo'lsang, berib turib shunaqa maza qilasanki, voy bu berish olishdan ham mazaliroq ekan deysan. Muroqaba birodarlar, Alloh taolo sizni kuzatib turishligini bilishingiz va mana shu shuurni doim yodingizda ushlab turishligingiz. Nozik ma'no.
kim shubhali ishlardan o'zini tiysa, ochiq oydin bo'lgan gunohlardan tiyilishda yana ham qattiqroq bo'ladi. Shubhali ishdan o'zini tiya oldimi? Gunoh emasligi shubhali bo'lib turgan narsadanki o'zini tiya oldimi inson? Endi haromligi ochiq oydin bo'lgan ishlarda yanada qat'iyroq bo'ladi. Shubhalikni tark qilishlik insonni taqvosiga dalolat qiladi. Endi shubhali narsalarga tushib qolgan odam ochiq oydin bo'lgan gunohga ham kirib qolishiga oson bo'ladi. Qasddan, jur'at bilan odamlarning nazdida shubhali bo'lgan gunohni sodir qilsa birov, keyinchalik ochiq oydin gunohni ham sodir etishlikka unda jur'at paydo bo'ladi. Junayd rahimahulloh aytadi, kim muroqaba manzilasiga, martabasiga yetgan bo'lsa, u banda Allohga ibodat qilinmasdan biron lahza o'tib ketishidan qo'rqadi. Ya'ni bugungi kuni bekor o'tdi deydi. Dehqon odam ekadigan sezoni bor. Ya bir ustalarda bir mavsumi borki, ana shu mavsumini bir kundan ham o'tib ketishini xohlamaydi. Chunki sezon tugasa yana bir yil o'tirish kerak bo'ladi. Endi muroqaba manzilatiga yetgan odam Allohga ibodat qilinmasdan biror kuni o'tib ketishini, biror lahzasi o'tib ketishini xohlamaydi. Ya'ni bugun bir pora Qur'on o'qish kerak edi, o'qimadi. Alamda qoladi. Ertalabda aytadigan zikrlari bor edi, qolib qoldi, alam qiladi, o'tib ketdi. Ya'ni agar banda muroqaba manzilatida bo'ladigan bo'lsa, agar banda doim Alloh u bilan birga ekanini, doim uni kuzatib turganini, sirri oshkorasini bilishini his qilsa, shunda hayotini har bir lahzasi ibodatsiz o'tib ketishligidan, vaqtini zoyi bo'lishidan qo'rqib yashaydi. Zunnun aytadi. Muroqabaning alomati. Mana biz o'sha muroqaba holatiga yetdikmi? Biz muroqaba martabasiga yetdikmi? U kishi aytadi, muroqabaning 3 ta belgisi bor deydi. Qarang, nechtasi bor sizda? Agar shu uchalasi bor bo'lsa, siz muroqaba martabasiga yetibsiz. Mana kechagi darsimizda Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turgan paytda radhiyallohu anhu sahrodagi bir cho'ponni, bir qulni sinadi. Bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan, bittasini menga sotib yuboraver dedi. Bu qo'y sayyidimiki, men qulman. Menga pul kerak. Bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan desa, agar shunday desam, sayyidim ishonadi menga. Men ishonchli odamman sayyidim uchun. Lekin Allohchi dedi. Muroqabaning alomati. Birinchisi, Alloh nozil qilgan narsani hamma narsadan afzal bilishing. Din, islom, taqvo, iymon eng afzal narsa deb bilsiz, bu birinchisi. Ikkinchisi, Alloh ulug' sanagan narsani siz ham ulug' sanasiz. Uchinchisi, Alloh past, haqir sanagan narsani siz ham past deb sanasiz. Birinchisi, Alloh nozil qilgan narsani hamma narsadan afzal deb bilsiz. Alloh ulug' sanagan narsani ulug' deb bilsiz. Alloh past, haqir deb sanagan narsani siz ham haqir, past narsa deb biladigan bo'lsangiz, demak siz muroqaba martabasida ekansiz. Ya'ni o'zingizni qarang, nafsingizni kuzating. O'lchov tushunchalaringiz, qadriyatlaringiz, tasavvurlaringiz kitob va sunnatga muvofiqmi, yo'qmi? Agar biz ham Alloh past sanagan narsani past sanab, ulug' sanagan narsani ulug' sanayotgan bo'lsak, demak biz mana shu martabaga yaqinlashibmiz. Mana qaranglar-da prinsiplarda. Agar biz Alloh aziz sanagan narsani aziz deb bilmasak, Alloh xor deb bilgan narsani xor deb bilmasak, demak bizni prinsiplarimiz hali johil ekan, qilayotgan amallarimizning mukofotini kelishini kechikishini ko'raveraylik yoki umuman kelmasligini kutaveraylik. O'shuning uchun hech duoim ijobat bo'lmayapti ekanda. O'shuning uchun qilgan sadaqalarimning mukofotini ko'rmayapman ekanda. Birodarlar, ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun deydi Qur'onda Alloh. Ogoh bo'linglar. Allohning valilari, do'stlari bor deydi. Kim ular?
Allazina amanu va kanu yattaqun. Ikkita sifati. Biz hammamiz Allohning valisimiz qaysidir darajada. Birinchisi allazina amanu, iymon keltirgan va kanu yattaqun, taqvo qilgan. Iymon alhamdulillahi robbil alamin hammamizda kalimani aytishlik bilan iymon bor. Endi undan keyingi holat taqvo. Taqvoingiz qancha yuksalsa, Allohga bo'lgan valiyligingiz shuncha ko'tarilaveradi. Allohga qancha valiyligingiz yaqin bo'lsa, duoyingizni ijobati ham tezroq bo'ladi. Bergan biringizni 70 bo'lib kelishi ham tezroq bo'ladi va qilgan xatoingizni jazosi kelishi ham tezlashadi. Bu yog'i ham bor, mudomlar, bu yog'i ham bor. Chunki Allohga yaqin bo'lgan bandani Alloh yaxshi ko'radi. Gunoh qilsa, shunga qaytib yurmasin deb tezda jazo beradi, to'xtatsin deydi. Agar bizni fikrlarimiz, o'lchov tushunchalarimiz, prinsiplarimiz johiliy bo'layotgan bo'lsa, qilayotgan amallarimizning mukofoti kechikadi yoki umuman kelmaydi. Qarang tushunchani. Bir odam pijama bilan ko'chaga chiqsa, shu pijama bilan ko'chaga chiqsa, bu nima deyiladi? Bu madaniyatsizlik-ku deydi. Qani kultura deydi. Qoloqlik deydi. Betarbiyalik deyiladi. Bu yomon narsa deb hisoblanadi. Ammo ayol kishi zamonaviy modniy kiyimlarni kiyib, avratlarini ochib, ustiga xushbo'y atirlarni sepgan holda ko'chaga chiqsa-chi, bu taraqqiyot, madaniyat, peshqadamlik, yaxshilik deb hisoblanadi. Ashada aytyapmiz, prinsiplar tuzalish kerak edi. Odamlarga qarang. Odamlar nimalarni ulug' sanashyapti? Alloh xor sanagan narsalarni ulug' sanab yurishibdi. Alloh ulug' sanagan narsani haqir deb bilishyapti. Ayollar avratlarini yopib yursa, yoshlar har xil tungi klublarga bormasa, ichkilik ichmasa, ular aytayotgandagi g'arb tushunchasi bilan yashamayotgan bo'lsa, bular deydi, qoloq odamlar deydi. Odamlarga qarang. Kimlar ulug' insonlar, kimlar peshqadam, ibrat bo'ladigan odamlar deyapti? Sportchilar, aktyorlar, qo'shiqchilar, futbolistlar. Insof qilinglar. Bir odam 10 yil maktabda o'qiydi. Yana bir 10 yil universitetda o'qiydi. Yana bir 20 yil ilmiy ish bilan shug'ullanadi. Zamonasi uchun, yurti uchun katta bir ilmiy kashfiyotni qiladi. Odamlarning hayotini yengilligiga sabab bo'ladigan zo'r kashfiyotni qiladi. Birov tanimaydi ham uni. Unga beriladigan mukofot ham aytilinadigan mukofot emas. Ammo oyoq qo'lida joyida bo'lib, sal top tepishni bilgan bola bir yilda 100 million dollar daromad qiladi. Modopilmaga qo'yib turib o'ylanib ko'ringlar-da. Bitta top tepishni chiroyli eplagan odam bir yilda 100 million dollar pul topishi aqlga, mantiqqa sig'adimi? Boyaga biz aytgan kashfiyotni qilgan odamlarning rakiga davo topdi. Ekologiyani bir tuzalishiga sabab bo'ladigan bir kashfiyotni qildi. Benzin yoqmayapmiz, salarka yoqmayapmiz, shunaqa bir texnologiyani o'ylab topdi. Yo'q. O'shuning uchun futbolist bo'ladi bolam deydi-da. Bitta kinoda o'ynab berish uchun 30 million dollar oladi gonorariga. Bitta kinoda o'ynab berganiga, aktyor. Aytinglar, shu aqldanmi? Insofdanmi shu? Yana bitta klipini orqasidan palonchi qo'shiqchi dedi 5 million dollar foyda ko'rdi deydi. Nima edi u? Nima edi u? O'shuni o'tirib ko'rib odamlar 5 metrdan 6 metrdan qaytarib ko'rib. Mana nima uchun ummatning ahvoli mana shu holatda. Ibrat, kumir, namuna bo'ladigan odamlar Imom Navaviy, Ibn Sino, Beruniy, Imom Termiziy, Burxoniddin Marg'uloniylar emasda, qo'shiqchilar, aktyorlar, sportsmenlar. O'sha sportchilar, aktyorlar, qo'shiqchilar Allohning nazdida qadri qancha edi? Bu bilan hech kimning ishi yo'q-a? Qoidamiz qanaqa edi? Agar Alloh haqir sanagan narsani ulug' deb bilayotgan bo'lsak, Alloh ulug' degan narsani haqir, past deb bilayotgan bo'lsak, bizi hali o'lchov tushunchalarimiz johiliy ekan. Shunaqa o'lchov tushuncha bilan yashab qilayotgan ibodatlarimizning mukofotini kechikishini yoki umuman kelmasligini ko'rib, shunga tayyor turaveraylik.
Havas qilinadi shunga o'xshagan odamlar. Falonchi deydi, shayxni deydi, Arabistondagi shayxni garajida 300 ta qimmat mashinasi bor ekan deydi. Ammo ana shu shayxni moncha masjid qurib beribdi deganini gapirmaydi birov. Qilgan bo'lsa ham yoki Afrikada faloncha bir qabilaga 10 ta quduq kavlab beribdi degan gapi yo'q. Uni gapirmaydi, reklama qilmaydi. Falon shifoxonaga moncha million dollar infoq qildi, falonchaga kasal bo'lganlarga mana obordoniya olib beribdi degan gapi yo'q. Muhimi ana shularda qo'lida katta dunyo bor. Agar qo'lida dunyosi katta bo'lsa-la, u zo'r bo'lsa, Alloh azza va jalla kofirga bir tomchi ham bermasdi bu dunyodan. Payg'ambarimiz aytganlar, agar bu dunyo ichidagi hamma boyligi bilan Allohning nazdida chivinning qoratishichalik qadri bo'lganida, mana shu dunyoning boyligidan kofirlarga bir qush, bir tomchi suv ichganchaligini ham bermasdi deydi. Zo'rda qara, mashinasini qara, 1 million dollar turadi o mashinasi. Qarama, qo'ldagi soatni moncha dollarga oldi deydi. Har kuni restoranda o'tirar ekan. Soqol ma'dan masjidda namoz o'qiydi, zikr aytadi, lekin qalbi qayerda? Sen birodar o'zingga qara, ahvolingga qara. O'lchov tushunchang qanaqa? Qadriyatlaring qanaqa? O'y, hayollaring kitob-u sunnatga muvofiq keladimi, yo'qmi? Shuning uchun payg'ambarimiz aytganlar: "Tuba liman wasi'athu sunnatu va lam tastahwihi al-bid'atu." Sunnat uni qamragan va bid'at unga ta'sir qilmagan kimsaga tubo bo'lsin. Ya'ni sunnat bilan yashayotgan va bid'atdan uzoq bo'lgan odamga tubo jannati bo'lsin deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ibrohim al-Xavvos aytadi, muroqaba insonning botini ham, zohiri ham, siri ham, oshkorasi ham Alloh uchun xolis bo'lishligi. Yana aytiladi. Bu yo'lda inson qilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi narsa nafsini hisobga tortib turishi, o'zini nazorat qilishi, amallarini shariat hukmiga muvofiq amalga oshirishidir. Nafsingizni kuzating, keyin hisob kitob qiling. Masalan, imtihon bo'lsa, bir talabani kuzatamiz, shpargalka qilyapti, xullas hiyla-naring qilyapti, unga baho qo'yamiz. 2. Kuzatdik va baho qo'ydik. Agar banda o'zini nafsini kuzatsa, muroqaba qilsa, keyin hisob kitob qilsa va mana shu holati davomiy bo'lsa, qilayotgan amallarini shariatga muvofiq bo'lishiga yetib boradi. Kuzatdi, hisob kitob qildi, shu bilan shariatga muvofiq bo'lib qoldi. Siz yaxshi bir ustasiz yo bir yaxshi bir voizsiz. Qo'yingki, siz atrofingizda odamlar jamlanishdi. Bunga g'ururlanmaslik kerak, aldanmaslik kerak. Chunki ular sizni zohiringizga ko'rib turishibdi-da. Sizni qalbingizni kim ko'rib turibdi? Sizni odamlar yaxshi deb o'ylab atrofingizga yig'ilishyapti. Lekin sizni ichingizda nimalar o'tayotganligini ular bilmaydi-da. Siz aqlli, xushyor odamsiz albatta. O'zingizni odamlarga solih inson qilib ko'rsata olasiz. Ammo al-Vahidi dayyan bo'lgan, ar-Roqib bo'lgan Alloh sizni qalbingizni ham kuzatib turadi. Shuning uchun ertaga Allohning huzuriga borganimizda Alloh bizni hisob kitob qilishidan avval o'zimiz shu dunyoda hisob kitob qilib turishimiz kerak. Hammamiz bitta narsani so'raymiz. Parvardigor, o'zing saqlagin. Balo qazodan, musibatlardan, kasalliklardan, tuhmatdan qo'yingki panoh tilaymiz, Alloh meni saqla deymiz. Lekin birodarlar, ulamolar aytadi, Alloh sizni saqlashini shartlari bor. Shu shart sizda bo'lsa, Alloh sizni saqlaydi. Nima u shart? Ulamolar ittifoq qilishgan narsa shuki, banda Allohning kuzatib turishini esdan chiqarmasa, o'y hayolida Allohning muroqabasi doim tursa, Alloh uni saqlaydi. Alloh sizni kuzatib turganligini esdan chiqarmaysiz. Doim kallangizda Alloh meni ko'rib turibdi degan shuuringiz bo'ladi. Shunday bo'lsangiz doim Alloh sizni saqlaydi. Zohiringizni ham, botiningizni ham.